Buxoroning qadim qo'rg'oni Ark qarshisida ko'rkam bir tarixiy obida bor. U Bolohovuz masjididir. Bolohovuz masjidi, uning o'ziga xos jihati shundayki, mazkur masjid va madrasa Ashtarxoniylar sulolasi vakili Subhon Qulixonning rafiqasi, xalq orasida Istoray Moxosa nomi bilan mashhur bo'lgan ayol farmoyishiga binoan qurilgan. Shu sababli ayrim manbalarda masjid va xonaqo Istoray Moxosa nomi bilan atalgan. Bizga ma'lumki, Amir Olimxonning yozgi qarorgohi ham shu nom bilan atalgan. Bunda qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Avvalo, Istoray Moxosa saroyining sohibi Amir Olimxon ushbu ma'rifat olami malikasining 8-avlodi bo'lib, qurdirgan saroyi nomini ham uzoq katta buvisining xotirasi sharafiga qo'ygan bo'lishi mumkin. 19-asrdagi Manhid hukmdorlari hayoti bilan bog'liq ba'zi marosimlarning Bolohovuzda o'tkazilishi ham balki shundan dalolatdir. Malika Registon atrofidagi tijorat rastalarida savdo qiluvchi musulmonlarning ibodat qilishlariga qulaylik bo'lsin deb jami masjidi va kambag'al miskinlar bemalol bilim olishlariga imkon yaratish maqsadida ushbu madrasani qurdiradi. Bolohovuz xonaqosidagi hujralar soni 10 dan oshiq. 20-asr boshlarida mashhur usta Shirin Murodov, usta Abdusalom va usta G'ofur tomonidan qayta ta'mirlangan. Ta'mirlash mobaynida uning hovuzga tomon sharqiy qismiga bir necha go'zal ustunlar bilan ayvon qo'shilgan. 300 yil davomida Buxoro amirlarining barchasi juma namozlarini aynan Bolohovuz masjidida o'qishgan. Ayrim manbalarda amirlikka tashrif buyurgan xorijlik xoqonlar ham juma namozlarini shu masjidda o'qishgani keltiriladi. Amir Arkdan chiqqanida Bolohovuzgacha gilamlar to'shalgan. Shu sababli uning ayvoni nihoyatda hashamdor qilib bezatilgan va ayvonni bezatishda Amir oilasiga mansub eng mohir ustalar ishtirok etishgan. Yodgorlik tashqi ko'rinishi bilangina Buxoroning guzar masjidlaridan farq qilib qolmasdan, balki ichki ko'rinishning boy arxitekturasi bilan ham tubdan farq qiladi. Oltin suvi yugurtirilgan nafis guli, yaltiroq katakcha, tosh taxtachalardan iborat tom qismi kishini zavqlantiradi. Devorlar romchalar orqali manzarali devoriy peshtoqlarga ajratilgan va ularga kundal uslubidagi oltinga boy hamda chiroyli shakllari, xilma-xil naqshlar bilan yaxlit qoplangan to'rt burchakli panolar ishlangan. Bu serxasham o'simlik suratidagi bezak 16-asrning guldor gilamlariga juda o'xshaydi. Buxoroning qadim obidalari orasida Bolohovuz ham o'z jozibasi, chiroyi bilan ajralib turadi va har qanday kishini hayratga solish qudratiga ega. Buni faqat his etmoq kerak.